testosteron gormonini erkak organizmida kamayganligini belgilari quyidagilardan iborat. Umumiy holsizlikda pasayish, mushak va bo'g'imlarda og'riq, ko'p terlash, birdaniga issiqlab ketishlik, uyqudagi muammolar, his-tuyg'ularning o'zgarishi, tez jahldorlik, panika holatlariga tushib qolishlik, o'zidan o'zi holsizlanish, hayotdan ko'ngil sovish, mushak kuchlaridagi kamayish, ruhiyatning depressiv holatlari, soch soqol o'sishida pastlashlik, jinsiy aloqa qilishga bo'lgan xohishni pasayishi, jinsiy aloqadagi ereksiyani susayishi va ertalabki ereksiyalarning ham sonini, ham sifatini, ham muddatini ozayishi va urug' miqdoridagi ozayishliklar testosteronning kamligini belgilaydi.